Bizga 20 ta mahalla biriktirilgan. Mahalla loyihasi bo'yicha ma'lumot berishga o'ringa 20 ta mahalla biriktirilgan markaz uchun. Bu degani oilaviy ishsizlikni bartaraf qilish bo'yicha prezident qarorlari bo'yicha ishlash uchun paketlarimiz bor. Bu degani 30 millionlik paketimiz bor. Mahalla loyihasidan 12 millionlik paketimiz bor. Bu biznes maqsadi degan paketlarimiz. Keyin 50 milliongacha o'zi mahalla loyihasi 25% stavkasi. Agar 12 millionlik biznes maqsadini olmoqchi bo'lsangizlar, uniki 30 oy bo'ladi, muddati 25%dan. Mahalla loyihamizniki bo'lsa 3 yillik, 4 yillik. 50 milliongacha olmoqchi bo'lsangiz 4 yillik bo'ladi, ya'ni 48 oy bo'ladi. Bu mahalla loyihasidan masalan kimdir oilaviy tadbirkorlik qilish uchun oladi. Biznes maqsadli biznesga yo'naltirish uchun olish